bo'y o'stirish mavzusi deyarli ko'pchilikda uchraydigan muammolardan biri. Keyin shuni ko'rib chiqamiz, haqiqatan ham bo'y o'stirsa bo'ladimi yoki yo'q. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bo'y o'sishi asosan genetikaga bog'liq, ya'ni 70-80% ni genetika hal qiladi. Qolgan qismi esa ovqatlanish, uyqu rejimi va gormonlarga qaraydi. Suyaklar o'sish jarayonlari hali ham ochiq bo'lsa, bo'y tabiiy ravishda o'sadi. O'g'il bolalarda odatda bu jarayon 22 yoshdan 25 yoshgacha, qizlarda esa 18 yoshdan 20 yoshgacha davom etadi. Va shu yoshdan o'tgandan keyin, ya'ni o'sha o'sish zonalari yopiladi. Shuning uchun televizorda ko'rayotgan, Instagramda ko'rayotgan har xil reklamalaringga ishonmanglar. Bo'y o'stirib beramiz, tabletkalar, qanaqadir kukunlar, paroshoklar bilan siz bo'yingizni o'stirib beramiz degan hech qaysi gapga ishonmanglar. Hammasi anatomik jihatdan imkonsiz va shunchaki bu marketingning bir hiylasi. Ko'p odam o'zini asl bo'yidan past ko'rinadi. Nega? Chunki ko'pchilik gavdasini tekis yurmaydi, o'tirganda ham mana bunaqasiga o'tiradi. Bu esa o'zini tabiiy bo'yini naborot teskarisiga, ya'ni past ko'radi. Bo'yi past inson gavdasini tika tutib, to'g'ri yurib, boshini ko'tarib yursa, uni bo'yini o'zini bo'yiga nisbatan balandroq ko'rsatadi. Pasaytirib yursa, naborot teskarisi qilib qo'yadi. Agar sizning zona rostlaringiz yopilmagan bo'lsa, bo'yingizni turnikka osilish, qanaqadir cho'ziluvchi mashqlar bilan 1-2 santimetrga, uzog'i 3 santimetrgacha o'stirsangiz bo'ladi. Va o'sha zona rostlari yopilmagan insonlar uchun birinchi o'rinda ovqatlanish juda ham muhim. Chunki bizga vitaminlar yetishmaydi. Ba'zi bir vitaminlar o'sha bo'yinni o'stirish uchun. Bular vitamin D, kalsiy, magniy va yetarlicha biz oqsil yemaymiz, kaloriya yemaymiz va shu sababli bizda o'sish jarayoni sekinlashadi. Shuningdek, ovqatlanishda turadigan eng muhim narsalardan biri bu sifatli uyqu. Bizning asosiy muskullarimiz tiklanishi ham, bo'yimiz o'sishi ham, miyamiz dam olishi ham hammasi biz uxlaganimizda rivojlanadi. Biz uxlaganimizda jarayon bo'ladi. Aynan sifatli chuqur uyquda bizning o'sish gormonimiz tezlashadi. Agar siz stressga ko'p beriladigan odam bo'lsangiz, naborot teskarisiga aylanib qoladi. Va shuning uchun keyingi videomda qanaqa uyqu rejimini to'g'rilash, qanaqa sifatli uxlash uchun nimalar qilish kerak, barchasini tushuntirib beraman. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.